Oshnam bilan gaplashib o'tirsamda turib olib turib, bunaqa qilib yashab hech narsaga erisha olmaymiz. B planga o'tish kerak deydi. Bu A plan desayotgan ekan shu paytgacha. Bunaqa qilib yashash uchun plan tuzish kerak ekan, tasavvur qilinglar. Bu planli hayot bo'lsa, plansiz hayoti isnot bilan falakat uyg'unligi degan kitob yozsa bo'laveradigan-da, tushunasizmi? Bu qanday bu hayotni planli deyish mumkin? Luboy bitta umrbodga 5-6 ta statya bilan qamalgan odamni suddagi ayblovlarni bunday o'qib turib, "Mana bolani tarjimai holimikin" deb qo'yasiz. Mana bolani yashagan umri haqida gap ketyapti deb. Ammo oilasi shunaqa tinch oila, shunaqa yaxshi insonlar, ota-onasi to'g'risida, shunaqa tinch, bizni Telegram gruppadan ham tinchda oilasi. Umuman bular baqirishni bilmaydi deb o'ylaysiz. Ammo bu iplosti o'zi og'zida kannagi bilan tug'ilgan. Tinchlik bu bolaning obro'siga to'g'ri kelmaydi. Har kun ishga chiqarib yurish kerak. Yana bunday turib olib, "Sen bilan yursam o'zimni xotirjam his qila olaman-da, dushmanlarim ham yaqinlasha olmaydi" deydi. Seni qanaqa dushmanlaring meni ko'rib yaqinlashmasligi mumkin? Sen nima, smurflar bilan dushman bo'lib yursam, yo hamma dushmanlaring 70+mi men ularni qo'rqitaman.